Bu göyneklerimiz baza göynek, yaskı, hıbı material. Bunu kızlarımız özleri dım yaxşı biladilar. Bularni zakaz qilganlar uchun kelganmiz. Bular do'yka bo'ladi. Do'yin poplina ishlangan do'yka, yangilik moda, toza keldi hali bular. Endi yoyib bo'ldik. O'tik bosilmagan, alashtirmaysizlar o'tik bosilmagani uchun. Chunki endi yoyib bo'ldik. Arkadan beklese gerek bulayın. Arkanı polni, arka oldini polni yopadı. Pastlari keng ishlangan. Buni xalasalar ipini olib, keng etib kiyganda dim chiroyli turadi. Materialini giysalar biladilar. Leon materiali yumshoq, kisali. Bular koftipka bo'ladi. Koreyskiy. Razmer 42 dan 48 gacha kiyadigan qizlarimizga to'g'ri keladi. Materiallar ajoyib bulanam. Nazik qizlarimizga dim chiroyli turadi. 3 xil rangda, oqi, goloboy, siniy rangi kelgan. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Urganch dehqon bozorindamiz. Urganch dehqon bozori yana bu tarafini avtostoyanka deb aytadilar. Avtostoyankadan yine ish yerda bir kichkinagina reshotkali eshik bor. Shundan sum tarafa qarab chiqaversalaringiz, yine bunda sum bo'ladi. Bu yan taraflarimizni ko'radigan bo'lsangiz esa zapchas bozor bo'ladi. Bu yan tarafni ko'rib chiqadigan bo'lsangiz yine Stalovoy bor, keyin bu yerda Tiandi Shahlo bor. Uni yan başında ise Faiz Samsung magazini var. Aşının yan başında özü birgine iş xatar boyunca görüp çıkadan bulsak birgine ayollarını çırayla göyneklerini görüşleriniz mümkün. Şimdi bir yan taraftan gelişini düşüntürüp beradan bulsam bir yan taraftan geleverişte Dehqon mobil magazini buladeken bir tarafta Sumni yanında. Keyin şu an taraftan girip geleversalaringiz yine Dehqon bozordan katta darvozasidan chiqib, yo'l tarafa chiqib, sразу o'ng tarafa buriladigan bo'lsangiz, yine bu yerda Dehqon mobil magazinlari bor ekan. Shu mobil magazinlaridan aylanib to'g'ri, o'ng tarafa aylanib to'g'ri kelaveradigan bo'lsangiz, yine ish yerda biri-biridan go'zal bo'lgan, chiroyli ayollarni kiyimlarini ko'rishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum singlim, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bugun sizlar magazinda chiroyli kiyimlaringizni narx-navolarini yurtdoshlarimizni tanishtirib berish uchun keldim. Yine ish yerda turgan chiroyli dvoykalaringizni ko'radigan bo'lsak, shu qancha so'mdan? Bu dvoykalarimizni narxlari 170 ming so'mdan. Material hıbı, pastlari kilot bo'lib turadi, ham sultonchik bo'lib turadi. Hozir eng zamonaviy modelda ishlangan yangilik narsa. Hali endi keldi bu. Razmerlari 44 dan 52-54 gacha kiyadigan qizlarimizga chiroyli to'g'ri keladi. Chunki oversize modada kiygan. Sportivkalarimizni ranglarida hali qora, bordoy tsvetlari bor. Yuqoridagi göyneklarimiz? Göyneklarimiz razmerlari 48 dan 54 gacha keladi. Bularning razmeri standart, narxlari 170 ming so'mdan. Razmerli varianti bor, 46 dan 50 gacha keladi onun bor. Materiali jatka bo'ladi. Ularni yuvsangiz o'tik bosmasdan kiyib bo'ladi. Muzdikkina bo'lib yuradilar desang, yoza kiyadi. Buni hijobli qizlarimiz ham kiysa bo'ladi, chunki yenglari uzun kelgan, hammalari yopiq. Bellari korsetdan qisib turadi. Pastlari esa keng fasonda ishlangan. Bu yerdagi stoykadagi kiyim-kechaklarimiz dvoykalar bo'ladi. Bular 110 ming so'mdan skidkaga tushgan. Razmeri 48 dan 54 gacha bo'ladi. Bular skidkada har xil ranglari bor. Keyin stoyka variantlari bor. Bularning ranglari bor. Bularning narxi 150 ming so'mdan. Pastlari yubka 1 50 likda kelgan. Bularning razmeri 48 dan 54 kiyadigan apkalarimizgacha keladi. Keyin bularning bahasi shu bahang? Yo'q, bular 150 ming so'm. Material poplina, do'yin, yuvsa girish kamidi. Xudo xolasa yozni chiqaradigan material desak bo'ladi. Keyin bu yerda troykamiz bor. Troykamiz jinsi rang. Bir dona qolgani uchun buni ham skidka bahoda qilib beramiz. Keyin yana izinda dvoykalarimiz bor. Bular 100 ming so'mdan. Bular ham do'yin poplina ishlangan. Kam qolgani uchun
bularni skitkada qo'yibmiz. Ina bu futbolkalaringizni odam arzon skitka bahada dedingiz, eng? Bularni necha so'mdan qo'yibsiz? Futbolkalarimiz material hibı bo'ladi. Narxlari 50 ming so'mdan, ranglari ko'p, eng chiroyli ranglarda kelgan. Keyin bu yerda yana uzkirak variantdan va futbolkalar, bularning narxlari, bular ham yozniki, ranglari chiroyli ranglarda kelgan, seri, голубой, yeshil, qora ranglari bor. Bular 35 ming so'mdan skitkada turibdi. Bular kamroq qolgani uchun. Bular 50 ming so'mdan, hammasi hibi, yuvib chiqib kiyadigan. Elchak kamida axirang? Yo'q, bir yuvib atfaradigan futbolka emas. Shuni hisobini 50 ming so'm. Qimmat ko'rgan qizlarimiz bo'lsa, shuni materialini solishtirib ko'rsalar, menimcha o'zlari ham tushunadi deb o'ylayman. Ibida rubashkalaringiz, bir-biridan o'xshash rubashkalaringiz bor ekan, eng? Shu rubashkalaringiz ham bahasi bilan donishtirib o'tsangiz qizlarjonlarni. Rubashkalarimiz yangi keldi, material hibi bo'ladi. Lekin sifati zo'r. Ushlab ko'rsa, odamni o'zi tushunadigan darajada sifatli. Xudo xolasa 48 dan 52 gacha kelgan qizlarimizga to'g'ri keladi. Kiyganda dim chiroyli turadi, eng oxirgi modada xudo xolasa deb o'ylayman. Necha so'mdan bo'ladi? Ularning narxlari 150 ming so'mdan. Keyin bu yerda kletka koftalarimiz bor. Kletka koftalarning narxlari 130 ming so'm. 48 dan 54 gacha kelgan apkalarimizga to'g'ri keladi razmerlari. Material muslim bo'ladi. Narxlarini iloji boricha arzonlashtirishga harakat qildik. Chunki materialni ushlab ko'rsa, apkalarimizni, qizlarimizni o'zlari tushunadi degan umiddamiz. Necha so'mdan bo'ladi? Ular 130 ming so'mdan. Keyin shu narsani sal malomerkaraki, nozikroq qizlarimizga to'g'ri keladigan razmerda, bular 42, 44, 50 gacha kelgan qizlarimizga to'g'ri keladi. Ranglari, material dim yumshoq. Yaqinroqdan olsangiz balkim tushunarlar. Material dim yumshoq. Aynida bori bilinmaydi. Lekin yozgi variant ekan. Pekin original narsa. Bu hammaga to'g'ri keladi. Qizlarimiz mana futbolkalar bilan oldilarini ochib giysalar ham dim chiroyli turadi. Yubka, bryuk farqi yo'q, hamma narsa bilan chiroyli turadi. Hijoblarimiz uchun ham yaxshi ekan, bo'yinlari bilan o'ralgan ekan. Ham yopiq, ham material yumshoq. Keyin bu yerdagi ko'ylaklarimiz, yana ko'chada ko'rmadikmi ya bularni? Yo'q, bular ko'chada ko'rgan ko'ylakimizni fransuzski yoshroq qizlarimizga bo'ladigan variantda. Bular ham materiali? Material bularniki ham jatka bo'ladi. Bu yerda ikki xil modada kelgan. Har xil rangda, razmer 46 dan 50 gacha keladi. Zaxotlisi bor, yoqa 4mushlisi bor. Pastlari volanli ishlangan. Dim chiroyli modada kelgan, gündalikka, to'y tashkil ham to'g'ri keladi bular. Narxlari 150 ming so'mdan. Arzon ekan, qizlarjonlar. Kelaveringlar, bemalol xarid qilaveringlar. Keyin bu yon tarafdan, bu ko'ylaklaringiz undan ham xo'shroq ekan. Bu ko'ylaklarimizni materiali lion bo'ladi. Dim yumshoq lion. O'zi ushlagan odam tushunadi. Modasi ham yangilik moda, bu yilgi eng bir yangi moda menimcha xudo xolasa deb o'ylayman. Yenglar ham fanar ishlangan ekan. Yenglari fanar ishlangan, beldan qisiladi, bellari 50 turadi. Narxlari 250 ming so'mdan. Materiali dim yaxshi ekan, bahosini arziydi qizlar. Boshqa ko'ylaklar bilan solishtirib o'tirmanglar. Kelib tutib ko'rib, giyib ko'rib, salnatinglar, xarid qilinglar. Keyin bu yerda har xil xo'shroq yoz ko'ylaklar, yoz uchun mos bo'lgan ranglardagi ko'ylaklaringiz bor ekan bular. Bular nozik qizlarimizga bir chiroyli bo'lib turadi, material hibi bo'ladi. Bular to'y tashkil ham, kundalik ham hamma giyiladigan ko'ylak, fransuzski bo'lib turadi. Razmer standart, narxi 250 ming so'mdan. Bu ko'ylakingiz narxini aytdikmi biza? 250 ming so'm. Aytdik. Razmer ML bo'ladi. Bizning razmerda 48 dan 50 gacha kelgan qizlarimizga to'g'ri keladi. Bergi ko'ylakimiz ham однотонный. Bu ham razmer standart 44 dan 50 gacha kelgan qizlarimizga to'g'ri keladi. Bu rozoviy, sori svetkalaridan xo'shroq bo'lgan ko'ylaklaringiz narx-navolari bilan donishtirib o'tsangiz. Bu ko'ylaklarimiz baza ko'ylak, yozgi, hibi material. Buni qizlarimiz o'zlari dim yaxshi biladilar. Bularni zakaz qilganlar uchun kelganmiz. Beldan qisiladi, pastlari keng bo'lib turadi. Buni o'zini kiyganda ham chiroyli turadi.
belim kısdı, figuram bilindi degan qizlara üstlerinden rubashkalar bilan giysalar ham chiroyli duradi. Uzuni giygandan qo'ltiq taraflari ochilib yotmaydi, chunki yopiq, uzki ishlangan. Ranglari 7 xil rangda kelgan. Korичневый, seri, siniy, qora ranglar ham bor, bu yerda chiqmaganlar ham bor. Bahasini aytdikmi bular? Baholari 250 ming so'mdan. Yanındagi Lekin ko'ylak materiali dim ajoyib kelib ushlab ko'rsalar, menimcha xohlaydilar degan umiddamiz. yanındagi ko'ylaklarimiz. Bu ko'ylaklarimiz lion bo'ladi. Keng bo'lib turadi. Ko'krakdan trapetsiya yetgan. Buni razmeri 44 dan 52 gacha kelgan apkalarimizda bo'ladi. Buni xolasalar ipini olib, keng atib kiygandam dim chiroyli duradi. Materialini giysalar biladilar. Lion materiali yumshoq, kisali. Giyganda dim xo'shay bo'lib turadi. Kurjaktin bo'lib turadi. Ranglari ko'p. Razmerlari 44 dan 52-54 gacha kelgan apkalarimizga to'g'ri keladi. Bu yan tarafda esa dvoykalaringiz bor ekan bir-biridan chiroyli. Dvoykalarimizni narx-navolari bilan tanishtirib bersangiz. Bularimiz troyka bo'ladi. Ha, troyka. Avang troyka ichlarini maykalari bilan troykalar. Ranglari 7 xil, 6-7 xil rangda keladi. Razmer qarang, belinda ipli xilisi bor. Beli ipsiz varianti bor. Iplisi razmer 54 gacha keladi. Gavdalaroq qizlar ham keladi. Razmerlari orqalarini yopadi. Pastlari keng, chalurdin ishlangan. Men shuni pasini ko'rsating. Paslari ipli bo'lgani uchun dapalari chalurli bo'lib turadi, kisali. Buni o'zini boshqa koftalar bilan kiyganda dim chiroyli duradi. Kilot. Ina buni razmeri men aytib turganim 54 gacha keladi deganimni razmeri. Kattaligini ko'ring. Dim chiroyli duradi kiyganda, ranglari ko'p. Hamma rangi sochniy ranglarda kelgan. Keyin davomida beli ipsiz varianti bor. Bularni 44 dan 50 gacha kelgan qizlarimizga bo'ladi. Bu ham troyka bo'ladi. Material lion, fabrichniy narsa, Pekinniki. Gelib giyib ko'rsalar, ushlab ko'rsalar, biladilar, xudo xolasa. Yine ranglari bor ekan, har xil Dim chiroyli ranglarda kelgan. Oqa qora ishlangan ham bor. Arkasida qo'yibmiz, bordoy svetlar ham bor. Nechki rang xohlovchilar bo'lsa, hamma rangidan kelgan buni. Kam 7 xil rang bular. Oq qora ishlangan ham bor. Ular ham dim chiroyli duradi. O'qituvchi apkalarimiz giysa ham to'g'ri keladi, ular bor. Oqa qora ishlangan formadan bo'lib turadi. Dim chiroyli kelgan ular. Pastdagilarimiz endi. Bular koftipka bo'ladi. Koreyskiy. Razmer 42 dan 48 gacha kelgan qizlarimizga to'g'ri keladi. Materiallar ajoyib bulanam. Nozik qizlarimizga dim chiroyli duradi. 3 xil rangda, oqi, голубой, siniy rangi kelgan. Razmer 42 dan 48 gacha kelgan qizlarimizga keladi. Keyin bu yana troyka. Troykada material lion bo'ladi. Ichlari ham boshqa narsa bilan giygidin. Har bir yeri cholurlar ham boshqa narsalar bilan giyib bo'ladi. Bezurkovka ekan. Avang, ichlari bezurkovka. Materiali lion, Xitoyniki. Hazzatib kiyaveradi. Troyka. Narxlari 350 ming so'mdan, razmer standart keladi. Bu yilgi eng moda tsvet limon tsvet. 3 xil rangda kelgan. Berjoy tsvetda, limonda, keyin oppoq o'xshaydi. oqda kelgan. 3 xil rangda. Bularning razmerlari 44 dan 52 gacha kelgan apkalarimizda bo'ladi. Keyin dvoyka variant. Dvoyka ekan modasi. Bu dim chiroyli duradi. Bu yangilik moda. Buni повтор ekkaldik. Buni birinchi marta ekkalishimiz. Kisalar ham bor o'xshaydi buni. Kisalari bilan. Dim chiroyli duradi, kiyganda orqani yopadi. Buni bryuklar ham chalurdin bo'lib turadi. Отдельный o'zini koftalar bilan giysalar ham bo'ladi bularni bryuklarini. Material lion bu ham. Razmerlari? Razmeri standart keladi. 42 dan 50 gacha kelgan qizlarimizga bo'ladi. Bahasi? Baholari bular 420 ming so'm. Reklamadan kelsalar arzonroq qilib berishga harakat qilamiz. Bularni bellarini ham qisib giysalar bo'ladi. Bellari xolasalar, beli nozik qizlarimizga belini ham
qisib qo'ysa bo'ladi. Har xil modada. Ishlari rezinkali avang. Keyin buni ustini o'zini отдельный boshqa narsa bilan ham kiyib bo'ladi, pastdan ham. Большой marka dvoyka so'ragan apkalarimiz uchun Xitoy Lion material Xushra ishlangan ekan. 3 xil rangda kelgan. Razmer 50 dan 56 gacha kelgan apkalarimizga keladi. Pastlar ham keng kelgan, inang 3 xil rang. Голубой, фиолетовый, Sochli mentol rangi kelgan. Ina shu ko'ynaklaringizdan boshlab tushun. Dvoykang bular. Avang bular dvoyka bo'ladi. Do'yin poplina ishlangan dvoyka, yangilik moda, toza keldi hali bular. Endi yoyib bo'ldik. O'tik bosilmagan, alashtirmaysizlar o'tik bosilmagani uchun. Chunki endi yoyib bo'ldik. Orqani ham beklasa kerak Orqani polni, orqa oldini polni yopadi. Pastlari keng ishlangan. Xudo xolasa buyonini hayita kiysam bo'ladi. Narxlari 180 ming so'mdan do'yin poplina ishlangan qizlar qarang. Girmaydi bular xudo xolasa. Bir yuvib tirishib qoldi deb yemaydilar xudo xolasa. Bu dvoykamizni o'zida 6-7 xil rang bor. Har xil ranglar bor. Istagan ranglarini topa oladilar. Keyin bu narsamiz o'zi boshqacha narsa budim. Buni narxini ko'pchilik apkalarimiz qimmat ko'rishi mumkin, lekin buni tiktiraman desam, misol uchun olib kiyaman deganda pastini o'zini buni kamida 1,5 metr ketsa kerak deb o'ylayman. Pastini o'zini. Yubkami bu? Yo'q, bu bryuk bo'ladi, lekin yubka deyin turadi. Dumullar ekan lekin. Buni razmerini 56-58 gacha kiyadigan apkamlar ham to'g'ri keladi. Pastini kengligini qarang ham. Bu yurganda o'zina udobniy, lekin kiyganda yubka deyin turadi. Yurganda bryuk, kiyganda yubkaga o'xshab turadi. Yurganda buni bryuk deb o'ylamaydilar. O'zina apkamlarning o'zina udobniy. Poplina sifatli poplina o'xshaydi. Kisalar ham sifatli, avang. Bryukni kisalar ham bor. Bryukni o'zini futbolkalar bilan отдельный giysalar ham bo'ladi. Cholurdin bo'lib turadi. Yubka bryuk. Girishmaydi axir bular. Yo'q, xudo xolasa girishmaydi. Buni o'zinda 7-8 xil rang bor. Buni o'zinda chiroyli ranglarda kelgan. Inang fistashka ham bor, siniy ham bor. Bam shularning rangi. Голубой ham bor. Shu xatari bilan shu narsaning ranglari hammasi. Hammasi mayda gullar bilan ishlangan, dim xo'shroq ekan. Balki merkaga apkalarimiz ham to'g'ri keladi. Apka girib ko'raring. Bu yon tarafda kofta yubka bo'ladi o'xshaydi-ku bular. Bular kofta yubka bo'ladi. Bularni kiygan odam yetmaydigan darajada chiroyli. Garoshka ekan axir yubkasi. Garoshka ranglari bor. Dim xo'shroq ekan. Uzungina ekan yana. Razmer bunda 44 dan 54 gacha kelgan. Yenglarini bir ko'rsatib bering, yenglar ham dim boshqacha ishlangan ekan. Dim modasi chiroyli. Ham buni materiali poplin, lekin yumshoq do'yin poplina ishlangan, yuvsa girmaydi. Modalarni ko'ring. Dim chiroyli. Buni hijobli, hijobsiz apkamlar, qizlarimiz giysam dim chiroyli turadi bular. Bahasi necha so'm bularning? Baholari 250 ming so'mdan. Yo'q, zo'r ekan lekin narxi. Arziydi ekan, nechun desam materiali istagan ranglarida topib biladilar. Ha, buni ranglari ham bormi-ki? Yanında bordoy sveti bor. Однотонный bordoy, garoshka bordoy, yubka. Xo'sh ekan. Bordoy ham xo'sh ekan. Bordoy, qora, siniy ranglari ko'p. Gasalar xudo xolasa, xohlagan ranglarida topib ketadilar. Yonindagisi. Keyin bularimiz yana ham dvoyka bo'ladi. Mana beli nozik qizlarimiz xolasalar ikki ham boshini boylab uskiroq atib giysalar ham bo'ladi. Yipini boylasalar, uski yechsalar keng bo'lib turadi. Buni poplin ham do'yina ishlangan. Orqani ham beklasa kerak. Orqani oldin polni yopadi. Buni bryukini qarang. Bryuk ham o'zi kilot ekan buni. Bu ham kilot, yubka bryukdan ishlangan. Giysa cholvura o'xshab turadi. Kisalar ham bor. Ham materialini qarang. Materiali dim nежный. Dim yumshoq. Dim yumshoq ekan. Yoz oyi uchun dim ajoyib bo'lgan material ekan. Buni pasini однотонный ishlangani bor, ranglari bor. Keyin pasini uzun rangida ishlangan ham bor. Inang. Har xil variantda. Birovlar однотонный pasini yaxshi ko'radilar. Buning modadan bor. Pasini uzuni gulini ishlangan ham bor. Ranglari ko'p. Svetlar ham xo'sh ekan orqadagi. Kelaverasizlar. Bu
Yubka deyə oxşaydı, Bundan yenə. duvoyka, bundan pəsləri yubka bir yukdan bo'lib turadi. Bundan pəsini dilni o'zini giysalar ham chiroyli turadi. Bu ham duvoyka bo'ladi. Dum xo'shay tikilgan Bu ekan. duvoykalarimizni narxlari 180 ming so'mdan Qaranglar, bellarida skladkasi ham bor ekan buni. dim chiroyli ishlangan. Buni giysa, buni ustini ham ustisiz o'zini futbolkalar bilan giysa ham dim chiroyli turadi. Usti bilan giysa Usti ham xo'shay ekan lekin. ham yeri yopiq chiroyli. Assalomu alaykum. Arqani ham beklab turadi ekan. Bularning narxi 180 ming so'm. bu orqasindagilar rasvetkalari. Avang, buni ranglari. Toshning shu modada inang. Ranglari. Xo'shay svetlari bor ekan orqada. Ranglari ko'p. Keyin bu duvoykamiz apkalarimiz nima yaxshi ko'radi bu duvoykamizni? Yangi uzun variantda orqani yopadi, modasi dim chiroyli turadi giyganda. Pastini ham qisqartirsa bo'ladimi? Ipi bor deymi? Avang pastlarini, yenglarini bundan kaltaytirib dirsakdan atib giysa ham bo'ladi. Ipini tortsa, ildi tarafidan ham ipini tortib bo'ladi. Buyuqlar ham cholurdan ishlangan. Buyuqlarini kisalar ham antikvar, modniy bo'lib ishlangan ekan qizlar. Ham buni gavdali apkalarimiz ham polni giyib biladilar. Ma bo'lmadi, qisib turdi demaydilar. Dim chiroyli turadi. Rasvetkalar ham chiroyli rasvetkalarda giygan. Bundan sonra apkalarimiz tamam bo'ladi. Повтор geldi. Ne, rasvetkalari. Dim chiroyli ranglarda giygan. Ening, bu ham shu narsa. Ha, bu ham material shunday. bular lion bo'ladi. Yusa kirib qoladigan narsa emas. Lion, yumshoq lion ishlangan. Bu qaralasidan xo'shay ekan. Necha so'mdan ular? Bular 200 beramiz apka. Ening. Keyin buni yangi uzun variantlari bular. Bunda yangi kalta variant ham keldi. Tigrovkani yaxshi ko'radigan apkalarimiz uchun. Yangi kalta so'ravadilar. Yangi kalta kamis. Toshni shudan, lekin yangi kalta variant. Avang. Yangi uzunlarning narxlari 200 ming so'mdan bo'ladi, yangi kaltalari 180 ming so'mdan bo'ladi. Bundan buyuqlari yangi uzundan ishlangan. Bu akkuratni ko'rinib turibdi lekin. Tigrovkani yaxshi ko'radigan apkalarimiz uchun. Material lion bo'ladi. Yozni azatib chiqaradigan materialda. Keyin bunning gula ishlangan ham bor. Tigrovkaga nemaning keyin ranglarini qarang. Buni ham ranglari dim chiroyli ranglardagi. Oranjevый rangda, fioletoviy, qora, oq, siniy, fistashka, korичневый svetlarda giygan bular. Xolan rangini topadilar. Razmerlari ham cheyadan to'g'ri keladi. Razmerlari 48 dan 54 gacha giygan apkamlari to'g'ri keladi. Bu troykamizni ko'pchilik so'ravadi, tamom bo'qqavadi. Tigrovkani ustilari abaya bo'ladi, boshqa narsalar bilan ham giyib bo'ladi. Ichlari dvoyka material, hb, dum yumshoq. Yozda giyib bo'ladi polni. Buni o'zini klientlari bor. Qizlarimiz ham yaxshi ko'radilar. Material ajoyib ekan. Materiallari ham ajoyib. Yozni kuni polni giyib bo'ladi. Bunacha. Bu rasvetkalarimi deyman? Qarang, buni shu rasvetkani so'rab qo'ygan akamlar bor edilar. Xo'sh ekan. Ustini o'zini ham отдельный любой go'ynak, dvoyka hamma narsa bilan giyib bo'ladi, o'zini ichsiz. Ranglari chiroyli ranglarda giygan, hammasi lekin tigrovkaga ishlangan bo'ladi. Bundan ko'ra inobiy ranglari chiroyli ekanlik. Buni giysa hamma rangi chiroyli turadi. Ha. Troyka. Necha Buni so'mdan giygan bular? qizlar yechmin olganlar. Narxlari 250 ming so'mdan. Razmerlari? Razmerlari 44 dan 60 gacha giygan qizlarga keladi. Apkamlari. Chunki ustini abaya bo'lganlik hisobini. Endi lekin 60 gacha bo'lgan razmerlar olmagan, 54-56 gacha giygan qizlarimiz olganlar buni. Yosh qizlar ham, yoshi kattaroq apkamlar ham hamma dim sevib oladigan modellari bo'ladi ular. Popling go'ynaklarimiz giygan. Yoshi katta onajonlarimiz uchun ham yaxshi o'xshaydi. Avang. Razmerlari bormi xil? Bularning razmeri standart bo'ladi, lekin 56 gacha keladi. 48 dan 56 ga apkamlarga keladi. Yenglikini ham materialini qarang. Rasvetkalari dim chiroyli bo'lib kelgan bularni. Modalar ham dim chiroyli ishlangan. Girish qamiydi. Yo'q, xudo xolosa girmaydi bular.
Chunki bulardan giyib bir qator prova etib ko'rganmiz. Lekin bu gulda kelmadi. Bu gulda bu safar yangilik variantda keldi bu gul. Qo'shray gullari bor ekan. Rasvetkalari bir-biridan chiroyli bo'ladi. Oo, Hamma rasvetkasini yaxshi ko'rib oladilar. bir-biridan qo'shray ekan axir ranglari. Dim qo'shray ranglarda kelgan. Yana uzungina qizlar. Ko'pincha pastini ko'rsatmadingizlar, daradingizlar, shuning uchun pastini ham ko'rsatib Yo'q, ining pastlari balandli. Bularning narxlari 220 ming so'mdan bo'ladi. Oygul akamni reklamasidan ko'rib kelgan klientlarimiz uchun harakat qilamiz, iloji boricha narxini tushib berishga. Rahmat, ketdi. Shunda ayting, meni podpischiklarimga arzon aytib bering. Xudo xolasa. Keyin bu ko'ylakimizni eng yaxshi ko'rib oladigan modalarimizdan birisi bo'ladi. Bu ham yangilik gullarda kelgan bu safar. Shuning variantda keldi. Ranglari ko'p. 48 dan 58 gacha kelgan apkamlarga keldi bu ko'ylak. Bundan avvalgi safar sotvadik. Bu safar so'radilar, ekkaldik, lekin guli o'zgarib keldi. Lekin yana chiroyli gulda keldi. Bundan qarang, 5 xil rangda kelgan. Dim qo'shar ranglari. Buni bu oriq, gavdali qizlarimiz ham hammaga to'g'ri keladi. Apkalarimiz. Hamma yerini yinlab, bilintirmin turadi. Dim chiroyli turadi. Keyin variantingiz? Bu variantim abaya bo'ladi. Men eng yaxshi ko'rib sotadigan narsam bu. Bu abayani abayani o'zimi bu? Ya ichida nakitkalar ham bormi? Bu abayani o'zi bo'ladi. Qarang, buni belini yepi bo'ladi. Keyin o'zini romali bo'ladi. O'zini sharflari ham ulli bo'lib kelgan. Oddiy o'raladigan sharf emas. Chiroyli bo'lib, savlatli bo'lib turadigan sharf. Sharfi bilan bog'i bir xil nadi. Bir xil. Ajoyib yozgi variantdagi. Bu qora rangi. Qoraga birjviy sharfa ishlangan, roziya seri. Roziya seri bu yildan moda sveti. Romallar ham dim chiroyli. Narxlarini ham iloji boricha chiroyli narxda qo'yibmiz deb o'ylayman. Klientlarga yaksa kerak. Bular narxini aytmoqman. 180 ming so'm dedingizmi? Yo'q. Aytmoqlar 200 da o'zi 200 deb o'tiradim. Endi siz 180 deb berdingiz. Siz ham endi 180 dan beraverasiz. Foydasini ko'zladingiz o'xshaydi. 180 ming so'mdan qo'yib berdik bularni. O'zi 200 dan sotib o'tiradik lekin. Ana. Abayalarimizni 350 ming so'mdan berib turibmiz. Qarang, Habibimni o'zini qoraga ro'zvi rangda, keyin bejviy rangda. Ining. Qo'shray svetli ekan lekin. Apkalarimizni eng yaxshi ko'radigan ranglari bular. Material ham ajoyib bularni. Ining materiallari ham ajoyib leon. Romallari bilan. Keyin bu variantini qarang. Bu ham dim chiroyli ishlangan. Bu ham romali bilan. Romal однотонный ekan lekin. Romallar однотонный ishlangan. Giyingan apkalarimiz orqa taraflari dim ko'p ekan. Gündalik ham. Hamma giyadi. Umra safarlarini chiqqan apkalarimiz ham, qizlarimiz ham to'g'ri keladi. Razmeri 48 dan 58 gacha kelgan apkalarimizga keladi, standart bo'ladi razmeri. Bu ko'ylakimiz Bolshimerka apkalarimizga 48 dan 56 gacha bo'ladigan apkalarimizga keladi. Kengligini e'tibor etasizlar, materiallarini e'tibor etasizlar. Elde düymeli ekan, qarillari düymeli bo'ladi, figura bildirmaydi. Buni to'y tashkili, kundaligi hamma giyib bo'ladi. Materiallarini muzdikqina o'xshaydi. Narxlarini ham chiroyli qo'yibmiz, ham 4 xil rasvetkada. O'sha ranglari bor ekan. Ining. Dim chiroyli ranglarda kelgan. Bu nelar ham, gullar ham qo'shilgan. Gullar ham tikilgan mana. Shularni ruchnoy tikilgan. Tushqamidi axir yuga vaqtida. Ining ranglari. Dim chiroyli ranglarda kelgan. Razmer standart 56-54 kelgan apkalarimiz bemalol olsalar bo'ladi bularni. 4 xil rangdagi, narxlari 350 ming so'mdan. Razmerlari nechadi? Pekin fabrichniy narsa. Razmeri 48 dan
56-gacha boladan epkələrimizə boladı. Yenglerini ham ko'ringlar, düymeler qo'yilib tikilgan ekan. Yengini yengnab giysalar ham bo'ladi. Uzun etib giysalar ham bo'ladi. Materialları lion bo'ladi, 4 xil rangda. Ya bu material o'zi ajoyib. Yumshoq lion. Lion deganda birovlar qattiq havo o'tkazmaydi deb o'ylaydigan qizlarimiz ham bor. Yo, har xilisi bor ekan. Avan, har xilisi bordan. Shuning uchun yumshoqligini tushuntirib turibman. Yumshoq bo'lib kelgan. Buni bemalol hamma yerga giyib bo'ladi. To'y tashkil ham, kundalik ham, ish ham giyib bo'ladi. Chunki однотонный. Shuni hisobidan. Bular poplinmi? Bu poplin. Xitoy fabrichniy razmer standart 48 dan 52 gacha kelgan epkalarimizga to'g'ri keladi. Skidka narxda turibdi. Materialni ushlab ko'rmasdan iltimos qimmat narxda qo'yibsiz deb o'ylamanglar. Chunki materiali Yumshoqqina ekan. dim yumshoq. Narxlari 250 ming so'm bo'ladi. Bir dona qilgani uchun. O'zi 300 ming so'mdan sotganmiz. Bu ko'ynaklaringiz ko'chadagi ko'ynaklar. Bu ko'ynaklarimiz ko'chadagi ko'ynaklar. Bular razmerlari, rasvetkalari. Qarang, razmer standart varianti 48 dan 54 gacha to'g'ri keladigan variantni yenglari valan keladi. Yenglari valanli bo'lib kelgan, yakalari valanli. E'tibor etasizlar, buni 54 gacha kelgan epkamlari bemalol keladi. Dimchiroyli rasvetkalarda kelgan, ko'chada ochiq ranglarini ko'rsatib o'tdik. Keyin razmerlisi yengi valansiz. Bularning razmeri 44 dan 52 gacha kelgan qizlarimizga bo'ladi. Bellari yipli, yakalari valanli bo'ladi. Material jadka, yubsk giyiladi, utik urilmaydi. Hozir toza ochganimiz uchun sal yig'irilib turgani bo'lishi mumkin. Lekin o'zini utik basmasdan ham yubsk giyib bo'ladi. Jadka material hech qachon to'zmaydi. Buni materialni yaxshi tushunadigan epkamlar qizlarimiz biladilar o'zi ushlagandan. Bu yerda yana poplin ko'ynaklarimiz bor. Xitoy fabrichniy. Ha, shunday sal o'zingizni uzoqroq tuting. Skidkada bular. Birisi valanli ekan, Ava. Skidka narxda materialini qarang. Mazali, ne? Ajoyib. Mazali shu. Sen dildadim mazali. Materialdan Mazali ajoyib. material ekan. Hazzat beradi. Bular skidka narxda turibdi. Masalan ekan 200 ming so'mdan. Ajoyib. 280 ming so'mdan sotilgan. Bir dona qilgani uchun narxlarini sal tushirib qo'yibmiz. Lekin narxini arziydi. Narxini arziydi. Qarang keyin bu ko'ynakimizni qarang, rangini qarang, modasini qarang. Dim chiroyli. Pashmerka kelgan epkalarimiz bular. Ha, ajoyib. 48 dan 54 gacha kelgan, 56 gacha kelgan epkamlar bo'ladi. Razmeri standart. Sochoqlar bilan ishlangan. Buni material ham ajoyib kelgan. Buniki ham ajoyib. Yusa girmaydi. O'zi magaziningizda yuvajlarning materiali ajoyib ekan, lekin действительно. Turetskiy poplinimiz qolgan. Bu turetskiy poplinmi? Turetskiy poplin 200 ming so'm skidkada